Talabalarni kirdilar. Aslar bitiruvchilar. Shoirga dedilar, siz baxtli inson. Sizni xalq ardoqlar hamma taniydi. Shoir javob berdi, menda bir armon, muallim desalar meni qaniydi. Ana shunday ulug' kasbga, pedagog, o'qituvchi, ustoz kasbiga ega bo'lganligingiz bilan oq yo'l tilash va tabriklash uchun so'z institut rektori, pedagogika fanlari doktori, Rossiya pedagogika fanlar akademiyasining akademigi Ibragimov Xolboy Ibragimovichga. Assalomu alaykum aziz ustoz va hamkasblar. Mustaqillik hayotimizning baxtli kechishiga zamin yaratdi. Fan, ishlab chiqarish, ta'lim tarbiya tizimi, ijtimoiy iqtisodiy sohadagi xalqimizning erishgan yutuqlariga tarix guvoh. Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning sa'y harakati bilan tashkil topgan Navoiy davlat pedagogika instituti o'zining serqirra faoliyatini ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalarni to'la-to'kis ado etishga bag'ishlab yurmoqda. Homiylar va shifokorlar yili institutimiz uchun omadli keldi desam yanglishmagan. Tabiatshunoslik fakultetining talabasi Nozakat Muhammedova 2006-yil Zulfiya mukofotiga sazovor bo'ldi. Tarix fakulteti talabasi Oybek Abdumo'minov Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati stipendiyasi sovrindori bo'ldi. Jismoniy tarbiya fakultetining talabasi Tog'ayev Shuhrat ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Azizlarim, 2006-yil talaba sportchi qizlarning basketbol bo'yicha respublika musobaqasida institut sportchilari faxrli 3-o'rinni egalladi. 10-noyabr 246-sonli men kelajagi buyuk davlat farzandiman mavzusidagi respublika insholar ko'rik-tanlovida O'zbek filologiyasi fakulteti 3-kurs talabasi Nigora Sharipova 2-o'rinni qo'lga kiritdi. 2005-2006 o'quv yilida 2 o'qituvchimiz doktorlik dissertatsiyasini, 6 nafar o'qituvchimiz nomzodlik dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qildilar. Azizlarim, institutimizda ustozlarga hurmat alohida qadrga ega. Dargohimizning hurmatli ustoz pedagoglari dotsent Munavvar Farmonovaning 60 yilligi, Sharif Muhammadiyevning 70 yillik yubileylarini o'tkazilishi g'oyat quvonchli voqea bo'ldi. Institutimiz respublika va viloyat miqyosidagi konferensiya va anjumanlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning maskaniga aylandi. Ularda respublikamizning taniqli olim va mutaxassislari taklif etilib, ta'lim tarbiya jarayoni uchun foydali fikrlashuvga erishdik.
o'quv binolari to'la zamonaviy tarzda jihozlandi. Hozirgi kunda Janubiy binodagi jismoniy tarbiya, fizika, matematika fakulteti talabalari o'qiydigan bino qayta ta'mirdan chiqarilmoqda. Auditoriyalar estetik did bilan bezatildi. Kompyuter bilan ishlashga keng yo'l ochildi. Talabalarimizning o'quv mashg'ulotlariga ishtiroki to'la ta'minlandi. Respublika, viloyatda o'tkazilgan qator sport musobaqalari, olimpiadalar, ko'rik tanlovlarining g'olibi bo'lishi institutimiz salohiyati va obro'-e'tibori oshganligini ko'rsatib turibdi. Yozgi ta'til davrida 20 nafar professor o'qituvchi va xodimlarni hamda 30 nafar talabalarni dam olish oromgohlariga bepul yuborishni mo'ljallab turibmiz. Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov islohotlarning taqdiri, uning qay darajada amalga oshirilishi birinchi navbatda kadrlarning malakasiga, ularning o'z ishlarini qay darajada o'zlashtirib olganligiga, yurtparvarligi va fidoyiligiga bog'liq deb aytgan kishi qo'liga mustaqil yurtimizning huquqiy hujjati, yetuk inson va ziyokor hamda tarbiyachi bo'lganiga oq yo'l tanlovchi diplom topshiriladi. Ishonch bilan aytamanki, biz o'z taqdirimizni, mamlakatimiz va mustaqilligimiz taqdirini va kelajagini sizning qiyofangizda, pok qalbingiz, erkin tafakkuringiz, mustahkam irodangiz va dunyoqarashingizda ko'raman. Shu aziz vatan barchamizniki. Uning sizdek ishonchli, ma'naviy, barkamol va ma'rifatli suyanch tog'lari borligi kelgusi uchun umidvorlik bag'ishlaydi. Men jamoamiz, institut rektorati, barcha professor o'qituvchilar nomidan sizni, ota-onalaringizni yuksak maqsadlaringizdan biriga yetganingiz bilan sidqi dildan tabriklayman va sizga oq yo'l tilayman. Hurmatli bitiruvchilar, hamkasblar, sizlarda yana bir baxtli voqea. Bugun institutimizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga qarashli Oliy va Oliy attestatsiya komissiyasi raisi Karim Sultonov ishtirok etib, siz azizlarni tabriklash uchun so'z professor Karim Sultonov. Hamkasblar, domlalar, ota-onalar, bugun sizlarni hayotingizda eng quvonchli kunlardan bittasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu munosabat bilan hammalarni yangi hayotda qadam qo'yayotganlar bilan tabriklayman. Kelgusidagi ishlaringizda bitiruvchilarga muvaffaqiyat tilayman. Ayniqsa mana magistraturani bitirgan 13 nafar yosh yigit-qizlar, sizlarga bundan buyog'ida ilmiy ishlaringizda yoki xalq ta'limi sohasidami yoki ishlab chiqarishdami qayerda bo'lmasin, butunlay hamma ishlaringizda respublikamiz uchun foydali juda ham ko'p ishlar qilasizlar deb umid qilamiz va chin qalbdan sizlarni tabriklayman. Sizlarni yetishtirgan, shu kunlargacha tarbiyalab, ta'lim bergan o'qituvchilarga, domlalaringizga, ota-onalaringizga katta rahmat deyman. Sizlarga muvaffaqiyat. Tabriklash uchun so'z Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining boshqarma boshlig'ining o'rinbosari Rustam Otajonovichga. Assalomu alaykum. Respublikamizda umuman jami 64 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatadi. Mana shu 64 ta oliy ta'lim muassasasi ichida Navoiy pedagogika institutining o'z o'rni bor. Har doim biz vazirlikda Navoiy pedagogika instituti nomini mamnuniyat bilan tilga olamiz. 2006-yil umuman respublikamizda talabalarga sharoitlar yaratish bo'yicha sifat jihatdan juda katta o'zgarishlar qilindi. Toshkent shahrida talabalar shaharchasida respublikamizning hamma viloyatlarida ham shunaqa shaklda bo'lsin deb talabalar uylari ta'mirlangan edi. O'shani namuna qilib ko'rsatishgan edi. Men bugun sizlardagi sharoitni ko'rib o'ylab qoldim. Sizlarniki ularnikidan ham o'tib ketib qoldi. Men tabrikimni institutdan boshladim.
sababi bugun bitirayotgan ekansizlar. Navoiy pedagogika instituti shu yerda dars bergan domlalaringiz, kursdoshlaringiz bu bir umr o'chmas xotira bo'lib qoladi. Niyatim institut bilan aloqani uzish kerak emas. Bu Navoiy viloyatida pedagogika sohasida yetakchi oliygoh. Siz pedagoglar har doim shu institut bilan hamkorlikda o'z faoliyatlaringizni boshlashlaringizni men istardim. O'z bilimlaringizni berib hech charchamanglar. Orzungizni ro'yobga chiqsin. Rahmat. Rahmat O'rtamo'ga. Tabriklash uchun so'z shahar hokimining o'rinbosari Shavkat Surovga. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli mehmonlar, aziz talaba yoshlar. Haqiqatan bugun Navoiy davlat pedagogika instituti jamoasini va talaba yoshlarini bugungi anjuman bilan katta tabriklash ayyomiga kelgan ekanmiz. Albatta buni muhtaram yurtboshimiz prezidentimiz Islomxon Karim tomonidan g'amxo'rlik qilib, yoshlarimizni tarbiyasiga alohida e'tibor qilib, qarab kelib, ularni bugungi kundagi shart-sharoit yaratish borasida qilayotgan ishlarini guvoh sifatida Xonozir Xolbayevich aytib o'tdilar. Institut qoshidagi yotoqxona tashkil etildi. Bundan tashqari sport zal bugun qurib ishga bitirish arafasida. O'tgan yil institut qoshida akademik litsey ishga tushirilib, bugungi kunda faoliyat ko'rsatib keldi. Tilayman, salomat bo'linglar. Navbatdagi so'z muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniy Karimovning tashabbusi bilan ochilgan maxsus sirtqi bilim bitiruvchisi Mayram Rajabovga. Assalomu alaykum, hurmatli Navoiy davlat pedagogika instituti professor o'qituvchilari va aziz talabalar. Hurmatli yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan tashkil etilgan maxsus kurs talabalari mana bugun 3 yil davomida ta'lim tarbiya olib, bitiruvchi kurs talabalari bo'lib tashrif buyurib turibdilar. Tabriklash uchun so'z Navoiy stipendiyati bosh pedagogika fakulteti bitiruvchisi Kasalapova Оксанаga. Студенты, магистры, наши преподаватели и, конечно же, выпускники. Вот и пролетело 4 года, самых светлых 4 года нашей жизни. Вот только недавно вроде бы мы поступали в институт, только недавно вроде бы сдавали экзамены и с содроганием сердца ждали ответы, поступим мы или нет. Путь, друзья. Хотелось бы огромное спасибо сказать преподавателям, которые на протяжении 4 лет вкладывали в нас всю душу. Огромное спасибо нашему декану Джалилову Анвару Абдулаевичу, нашему нынешнему декану Абдулаевой Шахнозе Абдулаевне. Хотелось бы огромное спасибо сказать нашему куратору Лайлу Нуридиновне. Она очень много сделала для нас. И от имени всех студентов я бы хотела такое немножко напутствие дать. Я думаю, что на протяжении 4 лет принятые нами знания как бы помогут нам в будущем. И этот багаж мы будем нести до конца жизни. Bitiruvchilarni tabriklash uchun so'z Navoiy stipendiyati tarix yo'nalishi magistri Xurshid Qurbonov. Hurmatli aziz ustozlar, aziz mehmonlar hamda shoh-shodon talaba yoshlar. Bugun biz uchun juda ham baxtli hamda hayajonli daqiqalar. Bundan 2 yil ilgari Navoiy davlat pedagogika institutida birinchi qaldirg'och magistrlar chiqqanda, ana shunday terilib turganda, ko'zlarimda yosh bilan ularga havas qilib qaragandim. Bugun esa o'zim magistr darajasiga, magistr unvoniga sazovor bo'lib turganimdan juda ham xursandman. Men bugun juda ham baxtlimanki, har jihatdan birinchidan Navoiy davlat pedagogika institutidagi buyuk bir dargohda ta'lim olayotganimdan juda bizga o'xshab magistr unvoniga sazovor bo'ldim. Men bizga ta'lim bergan professor Xolbayevich boshliq professor domlarimiz, fakultet dekanlari, kafedra mudirlari hammalariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bizda mana shu darajaga yetishimizda ularning hissalari juda ham ulkan. Ayniqsa bizni oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishga yo'llashga ko'makdosh bo'lgan, hammasi bilgan ota-onalarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Men professor o'qituvchilarimizga bundanda keyin bizga o'xshagan yuzlab, o'nlab, minglab magistrlarni chiqarishlariga
Allohdan kuch quvvat sabr toqat tilayman. Meni hamkasblarim deyman, ko'rib turibsiz, juda ham go'zal bo'lib turgan magistrlarni bunday ishlariga katta ulkan zafarlar tilayman. Men Navoiy davlat pedagogika institutining professor o'qituvchilarini ishontirib aytamizki, barcha magistrlar nomidan aytamanki, yaqin 3-4 yil ichida magistr unvoni orqasidan fan nomzodi unvoni, ketidan dotsent unvoni olishga biz so'z berib aytamiz. Barchangizga katta rahmat. Omon bo'ling. Rahmat sizlarga. Ota-onalar nomidan tabriklash uchun so'z O'roqov Quvvat akaga. Assalomu alaykum aziz talabalar, azizlar, mana shu kungi tantana bilan chin qalbimdan hammalaringni qizg'in tabriklayman. Kelgusi ishlaringizda rivojlar tilayman. Mana shunday kechani tashkil qilgan institut rahbariyatiga kattadan katta rahmat. Diplom uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi boshidagi Oliy attestatsiya komissiyasi raisi Sultonov Karim Sultonovich. Tarix fakulteti, tarix mutaxassisligi bo'yicha Qurbonov Xurshid Raupovich. Tarzoyev Umid Ortiqovich. Tog'ayev Rahmatov Murod G'aybullayevich. Diplom berish navbati Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining boshqarma boshliq o'rinbosari Qo'shov Rustam Tajonovich. O'zbek filologiya fakulteti, o'zbek tili mutaxassisligi bo'yicha Ahmedova Dilafruz Qudratayeva. Gadoyeva Baxtiyorovna. Karimova Nafisa Ochilovna. Tursunova Nafisa Ochilovna. Hamishova Nilufar Hamidov. Diplom berish navbati Navoiy shahar muavini Shavkat Muxtorovichga. Fizika matematika fakulteti, informatika mutaxassisligi bo'yicha Bobojonova Shahnoza Mansurov Baxtiyor Ramazonovich. Raimova Mahfura Umurzakovna. Diplom berish viloyat xalq ta'limi boshlig'ini Ro'ziqulovich. Qozoq tili adabiyoti ta'lim yo'nalishi bo'yicha Xizirova Marziya Qo'ymirzaevna. Tabiatshunoslik fakulteti, kimyo va ekologiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha Xolov Xurshid Murodullayevich. Biologiya va inson hayotiy faoliyat muhofazasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha Sa'dulla Lola Sirojovna. Biologiya, geografiya va iqtisodiy asoslar ta'lim yo'nalishi bo'yicha Muhammedova Nazokat Raimna. Matematika fakulteti, matematika yo'nalishi bo'yicha Mehri Daryo ustozi. Bugun unga baxshidadir. Va yozlar. Assalomu Daryo. Madhin kuylar sho'x so'zlarim shaylangandir quchog'ingda. Yuksaklarga ko'zlarim. Qaldirg'ochdek parvoz aylar. Shonli amrozlarim sof yurakdan yo'llay sizga tashakkur va e'zozlarim. Assalomu alaykum. Qurg'uchi yashnashi yo'lida o'zi munosib qistasini ochib kelayotgan hurmatli damiz mehmonlari. Assalomu alaykum. Qalblari mehr ziyoga to'lgan qalblaridan baland aziz do'stlarim. Assalomu
xalqimizning bo'lib kelgan. Ayni damda yuragimiz orzular yangi hayot ostonasida turgan aziz bitiruvchi yoshlar. Mana bu yuraklarni o'zida bir hayajon qilgan. O'zi yillardan yilga o'cha borayotgan oliygohimiz bugun o'zining navbatdagi qazdirg'ochlarini mustaqil hayot yo'liga qo'ymoqda. Bugun sizga baralla bilan mustaqil hayot ostonasiga zalvoq ulug' qadamlaringiz muborak bo'lsin. Muhtaram Prezidentimiz Islom Abdullayevich Karimov o'tkir hayot baxt yo'llariga amal qilgan hamda kadrlar tayyorlash milliy dasturiga tayangan holda Ibragimov tashabbusida biz voyaga olgan ilmu saboqlaringiz, ustozlar o'giti, pand va nasihatlar hayot yo'llaringizni yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qilsa ne ajab. Bu mashaqqatli va sharafli hayot yo'lida barchangizning o'zi oltin osmonang saodatga yo'lgan maskan baxsh etangiz bu yo'lingga baxtlarga bursin shu zot vatan. Sizlarga baxt tilar, omonlik tilar, yurtga qut yog'dirsin tetapoyamiz mehribon onadek tilar, vatanni yashnasin g'oyamiz.
katta o'qishlarda o'qisin. Asilbek onadan o'tib ketadigan akademik bo'lsin. Hammalarim katta o'qimishli bo'lsin. Har darsi mo'l-ko'lchilik bo'lsin. bo'lsin. Sog'lom bo'lsin. Mustahon kelgusi bo'lsa, shuki professor bo'lishiga g'ayrat. Bunga men o'zim Sudah arman tak, sudah sangat ada.